Yaponiya parlamenti a'zosi Uyg'ur qizi Arfiya xalqarodagi nopuzliq jurnal bo'lgan Davr jurnalining 2023-yillik kelgusi ta'sir ko'rsatadigan 100 shaxs tizimligidan o'rin oldi. Bu tizimlik sog'lomlik, kelimat, soda, tantarbiya, san'at va boshqa sohalarda qad ko'tarayotgan shaxslarni taqdirlash maqsad qilgan bo'lib, buningga jamiyatdagi eng jiddiy masalalarni yangi hal qilish chorasi bilan ta'minlagan olimlar, siyosatchilar, bosh ijroiya amaldorlari, san'atkorlar, olam uchqishlari, kutubxona xizmatchisi qatorliq har sohalardan shaxslar kirgizilgan ekan. Davr jurnali Arfiyaning bu tizimlikka kirgizilishining sababi haqida to'xtalganda, bu yil aprelda Yaponiya parlament a'zoligiga saylangan Arfiyaning Yaponiya siyosat sohasidagi yashangan erlarning hokimiyatiga raqobat e'lon qilganligini eskartgan. Uningda mundaq deyilgan: Yaponiyada taxminan 90% parlament yoki ministerlik vazifasini erlar egallagan. Parlament a'zolarining o'rtacha yoshi 56 yosh. Ammo Uyg'ur va o'zbek nasldan bo'lgan 34 yoshlik Arfiya eri Yaponiyadagi ko'p xillikning chempioniga aylandi. Davr jurnali tanishtirishida yana Arfiyaning davlatni boshqarayotgan yashangan erlar klubiga tahdid bo'lish emas, balki ular bilan hamkorlik o'rnatish asosida hokimiyat beshidagi Liberal Demokratlar partiyasi ichida siyosat bilan shug'ullanayotganligini yozgan. Uyg'ur qizi Arfiya eri bu yil 24 aprel Yaponiya parlament a'zoligiga saylanganda xalqaro axborotlarning kuchli diqqatiga erishgan. Arfiya ayni chog'da Axios torining ziyoratini qabul qilganda Uyg'urlarning beshir kelayotgan kulfatni eslatib, Uyg'urlar hozir irqiy qirg'inchilikning qurboni bo'layotgan bir millat bo'lsa-mu, uning xuddi boshqa millatlarga o'xshash qad ko'tarib gullanishga loyiq bir xalq ekanligini, buni o'z xizmati orqali namoyon qilib berishni umid qilganligini bildirgan edi.